Meni kechir. Rostdan ham bilmayman. La'nati! Sog'lom tanada sog'lom aql degan gap bor. Shunchaki yaxshi o'qigim kelardi. Aynan shuning uchun men maktabdan keyin jismoniy mashg'ulot bilan shug'ullanardim. Hoy, Gamin, seni bu jismoniy holatingga teng keladigan o'quvchi yo'q. Ta'limni tashlab, sport yo'nalishi bo'yicha ketsang nima bo'ladi? Xuddi men kabi mahoratli boksyor bo'lishing mumkin. Buni qarang-yu, yaxshi zarba bo'ldi. Oy. Oy. Hoy. Hoy, yaxshimisan? Xudoga shukr. Hech nimadan xavotir olma. Meni ta'lim guruhimga qo'shil. Istamayman. Nima? Istamayman. Qo'shilmayman ham. Nega? Sen shunchaki o'zingga ishonmayapsan. Nima? O'yin qilishni bas qil. Aynan shuning uchun niqob taqib olding-ku. Seni ham ustingdan kulishlardan qo'rqyapsan. Yaxshi duradgorlikni o'rgan. Javob qana? Xo'p, mayli. Univerga kirish bema'ni g'oya. Bizni yangi xodimni ham diplomi bor. Lekin yaxshi muomala uchun tajriba kerak. Tushunarlimi? Balki bas qilarsiz, to'xtash vaqti kelmadimi? Mayli, boshqa o'qimayman. Univerga kirmayman, duradgorlik bilan shug'ullanaman. Aynan shuning uchun o'qishga kirgandim. Gap qaytarishga qanday hadding sig'di? Meni o'g'lim yangi ta'lim guruhini ochgandi. Hozir baholari ancha ko'tarildi. Rostdanmi? Bizni guruhga qo'shilishing mumkin emas. Nega? Eng bahosi yomon o'quvchisan. Bizni kechir, hammasini onalarimiz hal qiladi. Yangilarni ola olmaymiz.
Ta'lim guruhimizda joy yo'q. Hay, uni ko'ziga qarama. Insof degan narsa yo'q ekan. Bizdan foydalanmoqchi bo'lyapti. Ta'lim guruhiga qo'shilishdan ko'ra, qayta tug'ilgani osonroq bo'ladi. Gamin, Li xonim bugun bir taklif bergandi. Yig'layapsanmi? Nima bo'ldi? Biron nima bo'ldimi? Yomon baho olgan bo'lsang, buni yomon tarafi yo'q. Yo'q. Gap bunda emas. 온기마저 남아있지 않고 홀로 지새웠던 밤 어떤 하루는 날 비웃듯 스쳐 지나가고 멍하니 앉아 눈물을 흘려도 Maktabga borishni istamayman. Lekin borishim shart. Axir o'qituvchiman-ku. Oy, tamakini o'shir! Xonangga yo'qol, yo'qol! Yaramas mishqilar, yo'qol xonangga! Ustoz jonga tegdingiz. Xotirjam chakishga ham qo'ymaydi bu. Xonangga yo'qol! Ertalabdan sasimay o'l, chol. Xayrli tong, ustoz. Shu ham xayrli tongmi? Bularni olib tashlashimiz kerak. Nima? Ta'lim vazirligidan odam kelyapkan ekan. Direktorni jahli chiqyapti. Ularni olib qo'ying, men ketdim. Lekin minnatdorman. Aytgancha, seni isming nima? Ha, men Pagon yopman. Gon Yub degin. Lekin bu qutini balki ta'lim vazirligi ko'rishi uchun qoldirarmiz, a? Ochig'ini aytsam, o'zim ham ko'rsatgan bo'lardim. Lekin baribir maktab bizniki. Bir ustozni harakati hech nimani o'zgartira olmaydi. Ha, xuddi shunday, lekin hech narsa qilmay yengilgandan ko'ra yaxshiroq. Nima bo'lganda ham qolganini o'zim qilaman. Endi sinfingga borgun Yub. Ko'rishamiz. Mayli.